Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana yana bir stanogimiz deyarli tayyor holatda bo'lib turibdi mana. Bu stanogimiz standart paltarashka razmerdagi g'ishtlarni chiqaradi. Shu bir kesishda 10 ta standart, 8 ta paltarashka razmerdagi g'isht kesiladi. Mana bu lentali bosadigani bor. Stanogimiz mana yana bir jihati. Mana bu doska bizi stanoglarimizda mana hech qanday g'isht chiqib ketish jarayonigacha to'siq yo'q mana bu yerda. Bemalol kesgan odam bu yerdan blokni kesadi. Mana hech qanday to'siq yo'q mana. Bemalol chiqarib olsa bo'ladi. Mana bir ichakda tortiladi, g'ishti chiqariladi. Mana bu barabanimiz qo'yilgan mana. Bu stanogimiz hozir mana bu kraska qilinmagan, lenta qadalmagan holatda tayyor turibdi. Bu sotuvda bu stanogimiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Kimdir elektr variantga o'tkazib bering deyish mumkin. Kimdir dizel motor qo'yib bering deyish mumkin. Shuning hisobiga biz bu joyini o'rnatmaganmiz. Stanogimiz juda mustahkam qilib tayyorlangan. Mana shesternalar o'ta baquvvat shesternalar. Mana bu shesternalar biz bolgarkada kesib shpunka o'rnini ochmaganmiz. Shesternalarni zashita qilib turish joylari ham qo'ydik mana. Mana barabanlarimiz mana loyda olib kirib ketish barabanlari. 4 ta balonda bu stanogimiz ham. Umumiy ko'rinishi mana shunday. Srochniy sotuvda bu stanogimiz. Keyin yana bir stanogimiz bor mana bu tomonda. Bu ham deyarli sotuvga tayyor holatda. Kimga shunday stanok kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilishlaring mumkin mana. Bu stanogimiz ham mana g'isht chiqib kelguncha bironta to'sig'i yo'q. Bemalol harakat qilinishi mumkin-da bu g'ishtni surish jarayonida. Mana ochiq turadi hamma joy. Blokda ustiga blokni qo'yib kelsangiz ham oxirigacha ketaveradi, ochiq turadi. Bu stanogimiz ham xuddi narigi stanogimiz kabi bu ham lentali. Faqat bu bosadigan barabani yo'q bu stanogimizda. Premo shinekka tushadi bunisi. Qolgan joyi deyarli narigi stanog bilan bir xil. Nomer qoldiramiz. Kimga srochniy stanok kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat.